Bitta maqol o'dim shekilli, shunaqa formatda video qilmagan. To'g'risi, kimgadir intervyu berayotganda chiqish tarafdori emasman. Shunchaki mana shu formatda sizlarga o'zimni tanishtirmoqchiman. Chunki ko'pchilik meni Instagramda bir marta bo'lsa ham ko'rgan, lekin nima ish bilan shug'ullanishimni, nima ish qilishimni bilishmaydi. Ba'zilar ibratli video oladigan, ibratli bola deb ham o'ylashar. Shuning uchun ham tanish olsak. Xo'p, meni ismim Mahmud, familiyam Xoliqjonov, media sohasida 4 yillik tajribaga egaman. Shu joyda ham to'g'rilashib berib ketsam, 2 yil bozorda ishlaganman, lekin media sohasiga qiziqqanim uchun o'zimni har xil yo'nalishdagi videolarda sinab ko'rganman. 2022-yildan to hozirgi paytgacha to'liq tajribali ekspert sifatida ko'plab brendlarda ishlaganman. Men shu kungacha content maker, brand face, hatto mobilograf bo'lib ham ko'pchilik klientlar bilan uzoq muddatda muvaffaqiyatli ishlab kelganmiz. Hozirgi paytda asosan content marketing va shaxsiy brendga xizmat ko'rsatish bo'yicha shug'ullanib kelyapman. Taniqli blogerlar orasida ham ko'pchilik bilan uzoq muddat ishlaganmiz. Kimlar bilan ishlaganimni bilganlar bo'lsa, o'sha blogerni atmetga qilib ketinglar. Va menga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan buyog'iga sizlarga asosan yaxshi, foydali, manfaatli kontentlarni tayyorlab qo'yganman, o'shalarni ulashib boraman. Shunaqa ekan, kuzatishda davom etib turinglar. Menimcha tushuntira oldim.